Bugungi mavzuyimiz so'z turkumlaridan ot, son, sifat, fe'l bo'yicha. Demak, bugun o'quvchilar bilan mana shu o'tilgan mavzular bo'yicha mustahkamlaymiz. Salom, sening isming kim? Mening ismim Akula. Sen kimsan? Men Shilaqurtman. Bu yerdagi otimiz Kim? kim? Shilaqurt kim? Akula. Juda ham yaxshi. Qayersan? Yaxshi. İsmin nima senin? Meniki Ajdar. Seninki Toshbaqlar. Sen nechinchi o'g'ilsan? Ikkinchi. Men uchinchi. Demak, bu yerdagi son Ikkinchi, uchinchi. ikkinchi va uchinchi degan so'zlarimiz son. Juda ham yaxshi. Salom, sening isming nima? Mening ismim Kannaychi. Mening ismim Masxara bosmay, bolalarni kuldiraman. Bugungi darsimiz sifat haqida, turkumlar sifat haqida aniq ma'lum. Demak, so'zimizda sifat bormi? Qaysi so'zlar sifat? Qanday, qanaqa? Qaysi so'zimiz ishtirok etdi bu yerda? Bu yerda quyoshning shakli yumaloq, tarvuzning shakli esa yumaloq bo'ladi. Chunki yumaloqlar esa sifat turkumiga kiradi. Shodiya, senda qaysi so'zlar sifat bo'lib ishtirok etdi? Menda boshim yumaloq, burnim ham yumaloq. Juda ham yaxshi. Quyon nima qilyapsan? Sakrayapman, o'zingchi. Sakrayapman men ham. Bu yerda fe'l nima qilyapti bo'ladi? Aha, qaysi so'zlar ekan u? Nima qilyapti? Nima qilyapti? Sakrayapti. Seniki? Nima qilyapti? Sakrayapti. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, Xushra bobo. Yaxshiman. Siz boshqa. Assalomu alaykum, Xushra bobo. Va alaykum assalom. Qandacha? Men Toshloqdan keldim. Men esa o'troqdan. O'troqda juda ham ko'p o'tlarning bor ekan. Men Toshloqdan keldim. U yerda toshlar bor. Bugungi mavzumiz ot. Demak, ot haqida ekan. Qaysi so'zlarimiz ishtirok etdi? Ot, O'troq. o'tloq, yana Toshloq. toshloq. Hamda u yerda toshlar bor degan so'z, toshlar, nimalar degan so'zlar ishtirok etdi, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Mening yoshim 14 da. Mening yoshim 15 da. Gaplash yana. Sen nechinchi sinfda o'qiysan? 4. Men 3. Aha. Qaysi so'z turkumlari ekan bu? Son. Qaysi so'zlar ishtirok etdi? 14, to'g'rimi? Yana 4-sinf, seniki 3 degan so'zlar ishtirok etdi. Demak, so'z turkumlaridan son ishtirok etdi. Juda ham yaxshi, barakalla. Salom Sardor. Sen bugun qanaqa gul ko'rding? Bugun men bog'da qip-qizil lolani ko'rdim. Senchi? Men oq rangdagini ko'rdim. So'z turkumlaridan qaysi ishtirok etyapti bu yerda? Sifat. Qaysi so'zlarimiz sifat? Qizil, Qizil, oq. Juda ham yaxshi.